Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo bilan bizning munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? Men bu haqida sizlarga aytgan edim. Qanday asosga ko'ra bizning munosabatimiz Allohga nisbatan qanday bo'lishligi haqida. Alloh taolo bizning Rabbimiz, biz esa Alloh taoloning bandalarimiz. Bizning munosabatimiz shunday bo'ladi. Agar buni kimda-kim haqiqatan ham tushunib yetsa, shunday xulosaga keladi. Ya'ni iyyaka na'budu. Ana shu oyat xulosa bo'ladi. Iyyaka na'budu, ya'ni faqat Alloh taoloning bandalarimiz va faqat Rabbimizga xizmat qilamiz. Islom dinida hech kim bir-birini majburlab bu dinga keltirmaydi. Biz o'zimiz bu dinga o'z xohishimiz bilan kelamiz. Chunki bunga sabab Fotiha surasidagi birinchi 3 oyatni keltirishimiz mumkin. Shu 3 oyatning o'zi siz uchun kifoya. Agar siz haqiqatan ham shu 3 oyatning ma'nosini bilganingizda, agar siz alhamdulillah nimaligini bilganingizda, agar siz Rabbil alamin nimaligini bilganingizda, agar siz Ar-Rahman Ar-Rahim nimaligini bilganingizda, agar siz Maliki Yawmiddin nimaligini bilganingizda, agar siz shularni hammasini anglab yetganingizda, faqat Allohning bandasi ekanligingizni tushunib yetardingiz. O'zingiz xohlagan ishni emas, balki Allohning aytganini qilgan bo'lardingiz. Iyyaka na'budu. Bu oyatni har doim namoz o'qib, Qur'on tilovat qilayotganda aytasiz. Lekin namozni o'qib olib, nopok ishlar bilan shug'ullanadiganlar ham bor. Bunday gunoh ishlar bilan shug'ullanishning biz bandalarga qanday foydasi bor? Biz aytamiz, ya Allohim, biz faqat sening bandalaringmiz. Lekin gunoh ish ham qilamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, tilimiz boshqa, yuragimiz boshqa. Ko'ngildan aytilmagan hisoblanadi. Alloh qaytargan ishlarga qo'l urib, Allohning bandasiman deysiz. Bu ishlar Allohga yoqadi deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Iyyaka na'budu. Faqat Allohning bandalarimiz degani. Iyyaka nasta'in. Faqat Allohdan madad so'raymiz degan ma'noni bildiradi. Alloh taolani bandasi bo'lganimizdan keyin bu ish oson emasligini tushunib yetdik. Banda bo'lish Alloh tomonidan bizlarga yuklatilgan eng katta mas'uliyatdir. Bu mas'uliyatni olganingizdan keyin sizga albatta yordam kerak bo'ladi. Bunday mas'uliyatli vazifani olganimizdan keyin albatta Alloh taolodan madad so'raymiz. Iyyaka nasta'in. Ya Allohim, o'zing madad ber. Bir o'zim hech narsaga eplolmayman deb so'raymiz. Bu oyatning bir ma'nosi edi. Boshqa ma'nosi ham bor. Arab tilida yordam ma'nosidagi bir qancha so'zlar bor. Nasr, musoada,
madad, g'avun. Qur'oni Karimdagi nasta'in so'zi g'avun so'zidan kelib chiqqan. Tasavvur qiling, yo'lda ketyapsiz. Mashinangizni balonini havo qo'yib yubordi. Siz yo'lni chetiga mashinani olasiz. Qo'shimcha baloningiz bo'lsa, uni almashtirish uchun domkratni mashinaning tagiga qo'yib, uni almashtirishga urinasiz. Agar kuchingiz yetsa, domkratni bir o'zingiz ishlatsa olishingiz mumkin. Lekin kuchingiz yetmasa, yoningizdan o'tib ketayotgan mashinalardan yordam so'rashingizga to'g'ri keladi. Va sizga kimdir yordam qiladi. Buni arab tilida isti'ana deyiladi. Buni ma'nosi shundaki, boshqacha qilib aytganda, siz bir ishni boshlaysiz-u, uni yakunlashga kuchingiz yetmay yordam so'raysiz. Yalqovlar esa isti'ana so'ray olishmaydi. Hech narsa qilmayotgan odam bunday yordam so'ray olmaydi. Nasta'in so'zini aytayotganimizda biz ya Allohim, men harakat qilyapman bor kuchim bilan, lekin menga yordam kerak deymiz. Lekin ba'zida shunday odamlar borki, ular aytishadi, Alloh nega menga yordam bermayapti? Lekin o'zlari hech narsa qilishmaydi. Lekin Allohdan yordam so'rashadi. Allohning madadi kelishi uchun birinchi navbatda o'zimiz harakatni boshlashimiz kerak. Fotiha surasida Iyyaka nasta'in oyatida biz Alloh taolodan yordam so'raymiz. Lekin nima maqsadda yordam so'raymiz? Yordam so'raydigan masalalar ko'p. Lekin nima bo'lganda ham biz o'zimiz uchun yordam so'raymiz. Ahdinas sirotal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lingga boshlagin, ey Allohim. Juda ham chiroyli so'zlar. Nima uchun Alloh taolodan to'g'ri yo'lga boshlashni so'raymiz? Chunki Alloh taolo bizning Rabbimiz va biz Alloh taolodan uning bandasi bo'lganimiz uchun ko'rsatmalar so'raymiz. Mana biz Alloh taolaning bandasimiz. Uni aytganini qilishimiz kerak. U buyurgan ko'rsatmalar bo'yicha harakatlanishimiz kerak. Mening ko'pgina do'stlarim mendan maslahat so'rashadi, lekin maslahatimga hech qachon rioya qilishmaydi. Men ham, siz ham Alloh taolodan madad so'raymiz, maslahat so'raymiz. Agar maslahat so'ragan bo'lsangiz, albatta maslahatga rioya qiling. Ahdinas so'zi arab tilida bizni to'g'ri yo'lga boshla degan ma'noni bildiradi. Bu so'zni ma'nosiga e'tibor bering. Bu so'zda faqat meni to'g'ri yo'lga boshla denilmayapti. Ko'plikda aytilyapti. Bizni to'g'ri yo'lga boshla. Bir jamoa. Biz hammamizni to'g'ri yo'lga boshla deyilgan. Alloh taoloning kaloni bu shunchaki ma'lumot ko'rsatma emas. Umuman boshqa narsa. Biz unga har doim muhtojmiz. Xuddi suv va havodek. Va biz qayta
Alloh taolodan to'g'ri yo'lga boshlashni, ko'rsatma berishni so'raymiz. Ahdina siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lingga boshlagin Allohim degani. Hayot yo'lini bosib o'tarkanmiz, biz har doim Allohdan madad, yordam so'raymiz va insonlardan ham yordam so'rashimiz mumkin. Biz aynan qaysi insonlardan yordam so'rashimiz mumkin? Tasavvur qiling, siz biror o'qishga kirdingiz, universitetgami, va siz u yerga o'qishga kirgandan keyin kimlardan maslahat so'raysiz? O'zingizga o'xshagan talabalardan maslahat so'raysizmi yoki shu o'qish joylarini bitirganlardan maslahat so'raysizmi? Birinchi kursdagilar yaxshi maslahat beradimi yoki o'qishni bitirayotganlarmi? Albatta o'qishni bitirganlar yaxshiroq maslahat beradi. Agar siz kimgadir taqlid qilmoqchi bo'lsangiz, bu yo'lni bosib o'tganlardan e'tibor berishingiz kerak. Siratal ladina an'amta alayhim. O'zing madad qilib, o'zing to'g'ri yo'lingda boshlaganlaring kabi deyiladi. Biz hammamiz, siz ham, men ham o'tmishdan saboq olamiz. Chunki kelajakda nima bo'lishini bilmaymiz. Ibrohim alayhissalom bu yo'lni bosib o'tganlar, Nuh alayhissalom ham bu yo'llarni bosib o'tganlar. Solih alayhissalom ham bu yo'llarni bosib o'tganlar. Yusuf alayhissalom ham bu yo'llarni bosib o'tganlar. Ular barchalari bu yo'lni bosib o'tganlar. Biz ulardan o'rnak olishimiz kerak. Bu yo'lni bosib o'tolmaganlar ham bor. Ularni ham bilib olishimiz kerak. Chunki faqat yaxshi misollarni o'rganaversak, juda o'zimizga bino qo'yib yuborishimiz mumkin. Shu sababdan Fotiha surasining yakuniy qismida G'ayril mag'dubi alayhim valaddolin deb yakunlanadi. Amin. Ya'ni g'azabingga uchrab yo'ldan adashganlar yo'ldanmas deb yakunlanadi.